Gap so'z ko'pmi sizlarda ham, misol uchun Senegalda ham. Misol uchun 6 oy, 1 yil bo'lmayapti farzand. O'sha atrofdagilar gapirishni boshlaydi, nima bo'ldi, yangilik bormi? Bu jigarim bu narsa butun dunyoda jigarim. Shu Afrikada o'sadigan o'simliklar bor debdi, ikkita tribulus degan o'simliklar bor. Shu narsa erkakni jinsiy a'zosini kattalashtirilishi mumkin degan shunaqa ma'lumot bor-da. Shunaqa o'simlik bormi, ko'proq yeyiladimi Afrikada? Jigarim, shu jigar Afrikada eng yaxshi dori jins Afrikada. Tabiiy. Qiyin bo'lmayaptimi? Ha, juda. Uylanmoqchi bo'lsangiz, qanaqa bo'lishi kerak? Afrikan qizlar bilan gaplashishim mumkin-da. Siz hali uylanmagansiz, javob berishsiz uylangandan keyin. Shularga birinchi o'yini qanaqa bo'ladi? Libov. Jonim telefon o'ynaydi. Просто masalan shunday-da. Endi ko'p bolalar o'ynamaydi-da. Savol beraman, agar shaxsiy demasangiz, Rossiyada blogerlarni ko'ramiz. Shunaqa seks patologlar bor. Mushuk bo'lish kerak-da, jigarim. To'y qilasan, bitta bola bo'ladi, ajrab qilasan. Erkak kishi mana shu oilasini saqlab qolish uchun qanaqa xislatlarga ega bo'lish kerak? Ertaga iningga nima muammo bo'lsa ham uyalasan, yoniga bormaysan, ko'tarasan jigarim. Shundaymi? Jinsiy aloqa bo'lsa, realniy bo'lsa, o'sha narsa maza qiladi. Telefonda ko'rib, 5 ga 1 rol qilib, o'zini o'zi qondirib yurish, shunaqa narsalar bo'lmagan-da ularda. Yo'q, umuman tashqariga guruh chiqmaydi. Yo'q. CD yo'liga o'tib ketadi. Yo'q. Shunaqa kasalliklar olib keladi. Kimga yaxshi ko'rasan? Yo'q, men uylanganman.